Hech ham plastik kartochkaga ishimiz tushmaganman. Ishlatmaganman shu vaqtgacha. Endi mana keluvdik gaz quygani naqd pulga biz plastikka deyishdi. Biznesni rivojlantirish bank xodimlari bor ekan, mana rahmat, plastik kartani qilib beramiz deyishdi. Endi karta ochishim uchun qayerga boraman desam, shu yerda mana bank xodimlari bor. Osongina mana qilib olasiz kartani deyishdi. 1 apreldan naqd pul to'xtatilgani sababli faqatgina bank plastik kartalarida savdo amalga oshirish belgilangani sababli biznesni rivojlantirish banki xodimlari bizga kelib amaliy yordam berib, yonlarida plastigi yo'q yo nomlarida plastigi yo'q odamlarga 2 minut vaqt ichida plastik rasmiylashtirib berishib, savdolarni amalga oshirishyapti.